Assalomu alaykum. Men Bo'ri Salohiddin Isoqovich, 22X talabasiman. Bugun sizlarga elektron tijorat fanidan bugungi mavzuim YouTube'ga reklama yaratish, joylashtirish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'p, joylashtirish uchun videoni Sazdavatga bosamiz. Tepada video chiqib turibdi. Sazdavat mana bu rasmda ham turadi. Sazdavatga bosasiz. Загрузить video. Загрузить videoga kirasiz. Vibrat fayl. Bu faylni tanlaysiz. Qanaqa nima joylashtirmoqchisiz videoni tanlaganingizdan keyin o'z avtomatik загрузка bo'lish boshlanadi. Xo'p. Bu yerda nima deb kirish kerak? Obuna bo'ling yoki qiziqarli bir narsa yozish kerak. Xo'p. Obuna bo'ling. Qo'chish bo'lyapti. Yurilishi. Xo'p, добавить video time. Добавить video time, добавить qilamiz. Yurilishi o't qo'yamiz uni. Xo'p. Problem nima deyapti? Hech qanaqa muammo yo'q. Yurishini bosasiz. Keyin saqlash, частный qilib saqlasangiz ham bo'ladi. Любой ссылка вы можете посмотреть видео. Fotografiya tanlaysizlar. Открыть списках. Bu vaqtda barchasiga ko'rish mumkin. Xo'p, sizlarga saqlash savini bosasiz. Zakrit qilasiz. Xo'p, video saqlanmoqda. Xo'p, sizlarga keyin reklamani joylashtirishni o'rgatib o'tamiz. Bu video joylash darsimiz. Bundan keyin sizlarga tushuntiradigan narsamiz bu videoni qanaqa qilib prosmotr ko'paytirish uchun, ko'proq odam ko'rish uchun nima qilish kerak? Bu uchun reklama. Bu pullik. Bu narsaga xo'p, bosganlaringizda uchta mana bu yerda chapda o'ng tomondagi 3 ta nuqtani bosasiz. 3 ta nuqtani bosganingizdan keyin mana 3 ta narsa chiqib keladi. Birinchidagisi, ikkinchi, uchinchidagisiga bosasiz. Pastdagisiga. Bosganingizdan keyin mana auditoriya, prosmotr video, посещение веб-сайт. Siz ko'proq qidirib topish uchunmi? Va prosmotr video и post auditoriyani ko'paytirish uchun. Xo'p, sizga misol prosmotr video kerak. Prosmotr video kerak bo'lgandan keyin suyulishini bosasiz tanlab, bosganingizdan keyin xo'p, nima? Buyoqda hammasi joyda. Keyin suyulishini bosasiz. O'zbekistondan tanlaysiz. Siz qaysi O'zbekistondamisiz? Demak, biz O'zbekistonni tanlagandan keyin erkak ayol buni ham farqi yoshi, misol chegaralab qo'ysa bo'ladi bu narsalardan. Xo'p, suyulishini bosasiz. Biz barcha yosh tanlab qo'yganmiz. Xo'p. Strana O'zbekiston. Xo'p. Bizda ozgincha muammo bo'lyapti. Bu yerda o'zimiz O'zbekistonni qidirib topamiz. Keling, mana Turkiya ko'ramiz shuni. Turkiya bilan joylashtirishdan bo'ladi. Xo'p, qanaqa valyutada to'lov? To'lov qanchaligi, byudjetingiz, qancha vaqtga planlashtirishingiz bu vaqt belgilash mumkin. Qancha vaqtga reklama bermoqchisiz? Bu reklamani bermoqchi bo'lganingizdan keyin mana $200 siz to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, masalan buni belgilab qo'ysangiz bo'ladi $100. $100 joylamoqchisiz. Qanaqa valyutada to'laysiz degan joyi bor. Bu yerda mana to'lanadigan dollarda to'laymiz biz. Biz nimamiz istaganimiz dollar bo'ladi. Xo'p, joylashtirganimizdan keyin
Zaborskiy klasslar, Stellar O'zbekiston, Mitsubishi klasslar, avtomobilistiki. Mana karta. Bu yerda karta kirgizasizlar. O'zlaringda shaxsiy kartalaringda. Biz bu yerda o'zi kirgizib qo'yganmiz, bizniki tayyor. Shundan keyin to'lov qilsanglar, avtomatik kreditga qo'yiladi. Bu yerda qanaqa to'lov deyapti? Fizический yoki yuridik deb so'rayapti. Biz fizический deb o'tamiz. Fizический qilib tanlab olasizlar. Mana hozir to'lov qilinmagan uchun ajdaymay bo'lib turibdi. To'lov qilmoqchi bo'lsangiz, yangi aksiya nimadir e'lon bermoqchi bo'lsangiz, shunga qarab yana to'lov qilsangiz bo'ladi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.